Joriy yil 23-27 mart kunlari Rossiyaning Tver shahrida joylashgan Suvorov nomidagi harbiy bilim yurtida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari o'rtasida matematika fanidan xalqaro olimpiada bo'lib o'tdi. Unda Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyi o'quvchilari munosib ishtirok etib qaytishdi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Ishtirokchilar Urganch temir yo'l vokzalida yaqinlari, ustozlari va jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Ilm-fan chegara bilmaydigan qudrat, u millatlarni yaqinlashtiradi, yoshlarni bir maqsad atrofida birlashtiradi. Har bir jamoa o'zining vatani uchun harakat qilishdi. Faxrli o'rinlarni biz doimiy ravishda olib kelyapmiz. Hozirgi paytda Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyida o'quvchilari Rossiya Federatsiyasining Tver shahrida O'zbekiston bayrog'ini ko'tardik. O'zbekistonda shunday kadrlar yetishayotgandan biz juda xursandmiz va faxrlanamiz. E'tiborlisi, xalqaro olimpiadada 34 ta jamoa ichida Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey jamoasi faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Albatta, mazkur natija ham yurtimiz yoshlari nimalarga qodir ekanligini ko'rsatmoqda. Bizda bu olimpiada taassurotlari juda ham yaxshi. Chunki bu yerda juda ko'p davlatlardan o'quvchilar qatnashdi. Biz ular orasida yuksak bilimimiz va iqtidorimizni munosib ko'rsatdik. O'zbekistonni faxri bo'lib qatnashib keldik. Matematika bo'yicha biz o'z bilimimizni sinovdan o'tkazdik. U yerdagi savollar oson bo'lmadi. Biz shunga qaramasdan bizga berilgan ta'lim va tarbiyani yuksak darajada ko'rsatib keldik. Bu yutuq nafaqat ustozlarni, balki yig'ilganlarni ham faxr iftiqorga to'ldirdi. Nabiram Jaloliddin litseyinde ta'lim oladi. Bize şundan xursandmiz. Xalqaro olimpiadada ishtirok etgani uchun juda xursandman. Yurtimiz tinch olsin, prezidentimizga, ustozlarga katta rahmat aytaman. Mazkur olimpiadaning asosiy maqsadi ham Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, yoshlar o'rtasida do'stlik va o'zaro hurmat muhitini shakllantirishdan iborat.